Qadim zamonda bir podshoh saroyiga butun mamlakatdan rassomlarni, musavvirlarni, mo'y qalam sohiblarini yig'ib, menga farishtani suratini chizib kelinglar deb farmon beribdi. Rassomlar hayron. Farishtani hech kim ko'rmagan hayotda, faqat tasavvurimizda bilamiz. Oppoq bo'ladi, chiroyli bo'ladi, qanotlari bo'ladi. Kim nimani tasavvur qilsa, o'shani chizib boribdi. Podshohga yoqmabdi. Menga farishtani suratini chizib kelinglar debdi. Bir rassom ko'chada ketyapti, bunda qarasa, bir ayol bola ko'tarib turgan ekan. Shiringina chaqaloq. Bola tug'ilganda qanaqa beg'ubor bo'ladi, begunoh bo'ladi, ha? Qanaqa shirin bo'ladi. Boyaga ayolning oldiga borib, "Opajon, qo'lingizdagi bolani bitta suratini chizsam maylimi?" desa, boyaga ayol ham, "Biz surat chizdirmoqchi emasmiz." Yo'q, siz meni noto'g'ri tushundingiz. Podshoh amr qildilar, farishtani suratini chizib kelinglar deb. Mana shu qo'lingizdagi chaqaloqni ko'rdim, u farishtani ko'rgandek bo'ldim debdi. Shunda boyaga ayol ham xursand bo'lib, "Mayli, podshoh amri vojib" debdi. Boyaga suratni chiroyli qilib chizib borgan ekan. Haligi bolakayning suratini ko'rib podshoh ham, "Voh. Men mana shu begunoh, beg'ubor bolakayda farishtani ko'rgandek bo'ldim" deb suratni saroyning to'riga ilib qo'yibdi. Oradan yillar o'tibdi, endi 25 yil o'tganmi, 30 yil o'tganmi? Podshoh qarib qolgan. Yana saroyga butun mamlakatdan rassomlar, musavvirlar, mo'y qalam sohiblarini yig'ib, "Endi menga shaytonning suratini chizib kelinglar" deb amr qildi. Shaytonni ham hech kim ko'rmagan hayotda, faqat tasavvurimizda bilamiz. Dumi bo'ladi, shoxi bo'ladi, xunuk bo'ladi. Aslida biz tasavvur qilgandan ham xunuk bo'lar ekan bu shayton. Rassomlar hayron. Hamma o'zini tasavvurida nimani ko'rsa chizib boribdi. Podshohga yoqmabdi. Boyagi rassom yana ko'chada ketayotib, bunda qarasa, bir odam axlatxonada axlat bilan bitta bo'lib, usti boshi yirtilgan, abdi tilingan, shilingan, mast, alast, karaxt bo'lib yotgan ekan. Boyagining oldiga boribdi-yu, "O og'ayni, turoningdan nima yotish bu?" Zo'rg'a ko'zini ochibdi boyagi. "Nima istaysan mendan? Aytgan pulingni beraman. Pul bersam baribir ichasan." "Ichaman, nima ishing bor?" "Yarim soat chaypalmay tura olasanmi? Bitta suratingni chizmoqchiman." desa, boyagi odam ham, "Meni suratimni nima qilasan? Men ichkilik ichib o'zini o'zi xor qilgan odamman, meni suratimni nima qilasan? Guldek ayolim, turmush o'rtog'im bor edi, ichkilik ichib, urush janjal qilib, ko'nglini qoldirib, turmush o'rtog'imdan ajraldim. Bolalarim bor edi, ko'z munchoqlarim, bolalarim, hammasidan ichkilikni deb, hammasidan ayrildim. Ishim bor edi, obro' e'tiborim bor edi, hammasidan shu ichkilik, harom narsani deb ayrilgan, o'ziga o'zi kerak bo'lmagan odamni suratini nima qilasan?" desa, boyagi rassom ham, "Podshoh amr qildilar, shaytonning suratini chizib kelinglar" deb. "Seni bu ahvolingni ko'rdim-u, shaytonni ko'rgandek bo'ldim" debdi. Shunda boyagi yerda yotgan odam ham ko'zlarini katta-katta ochib, "Sanmisan? Sen meni tanimadingmi?" debdi. "Yo'q, tanimadim. Kimsan sen? Esingdami? Bir paytlar bolaligimda meni suratimni chizganding. Men o'sha chaqaloqman" debdi. Odamzod tug'ilganda farishtadek begunoh, beg'ubor bo'lar ekan. Shunaqangi harom narsalar farishtadek insonlarni ham shaytonlarga aylantirib qo'yar ekan. Yaratgan bunday balolardan hammamizni o'z panohida asrasin.